Louisa Hay, o'zingizni davolang, hayotingizni qadrlang. Ushbu kitob AQShning mashhur psixologi, 30 dan ortiq psixologik kitoblar muallifi Louisa Hay qalamiga mansub. Ushbu kitob shu paytgacha dunyo bo'ylab 40 ga yaqin tilda 50 milliondan ortiq nusxada chop etilgan. Kitobda ma'lum bir kasalliklarni davolashda yordam beradigan tibbiy tavsiyalar va maslahatlar berilmagan. Shuningdek, shifokor ko'rigisiz mustaqil tarzda davolanish tavsiya etilmaydi. Kitobdan asosiy maqsad bardamlik, mustahkam sog'lik, ko'tarinki kayfiyatni saqlab qolish, badavlat va baxtli bo'lishga yordam berishdir. Hurmatli kitobxonlar, Zarbdor tuman axborot kutubxona markazi yozuvchi Louisa Hayning O'zingizni davolang kitobini o'qishingizni tavsiya etadi.